Yo, WhatsApp bo'ldi. Bugun biz mana shu uyni o'marib ko'ramiz. Xo'sh. Albatta like va o'rdan bosib qo'ying. Muzika negadir udar ekan. Biz mana shu yuk mashinasida kelamiz va uyni o'maramiz. Negadir biz juda sekin yuryapmiz. Tezlashtirishning iloji yo'qmikan? Bu menimcha demak bu biz Roblox to'lasak, bu bizga uyni o'marib beradi shekilli. Qani biz ko'ramiz. Xo'sh. Olg'a. Uy egasi. Bu uy egasi ning ko'zi sal g'ilayroq, ammo shu g'ilayroq uy egasi ham bizni tutib olishi mumkin. Shuning uchun ehtiyotkorroq bo'lamiz. Diamond topdik. Bu televizorni ham olsa bo'lar ekan. Keling olib ko'ramiz. Albatta telefonni ham o'maramiz. Mana bu yerda globus bularda hozir esa yo'q. Mana bu uyga birinchi bo'lib kiramiz. Mashinachani o'maramiz. Nima bo'lishi mumkin? Albatta televizor bor ekan. Albatta buni ham o'marib olamiz do'stlar. Tepadagi pul va mashinaning ketishi shekilli. Menimcha bu bizning gazetamiz bo'lishi kerak. Bu yerda boshqa hech qanday narsa yo'q. Shuncha narsani birinchi marta qo'yib kelamiz, chunki bizning odam, ya'ni personajimiz juda charchab qoldi, yuzlaridan ter oqyapti. Bu yerga solib olamiz va yana o'g'ilga ketamiz. Mana bu odam doimo shu yerda o'tirsa kerak. Eshak yoki derazani sindirsak bo'ladi. Shosh yo'q. Voy. Buni omad deydi do'stlar. Ammo buning ko'rligi tabiiy holat. Hozir bu biroz aylanadi va menimcha yoki tepaga yoki oshxonaga qarab ketadi. Albatta oshxonaga ketdi. Endi biz ikkinchi qavatga o'tamiz va barcha narsani o'maramiz. Hammasini. Xo'sh, bu yerda diamond bor ekan. Buni ham olamiz. Telefon. Xo'sh, bu yerda ayiq terisi bor ekan. Yo'q, bizni baribir ham sezmadi. Yo. Trust me. You want these. Don't miss out on this overpowered item. Trust me, you want these. Need some extra gear? I got you. Yaqinlashma. Menimcha biz tomonga kelmadi shekilli. Xo'sh. Boramiz va endi baribir seyfni ochishga harakat qilamiz. Lekin agar buni ochadigan bo'lsak, albatta o'ynayman. Shuning uchun eshikni yorib o'tamiz. Xo'sh, globus bu yerda ekan. Hozircha bu globusga indamaymiz. Sovrin kubik. Televizor albatta bizga kerak bo'ladi. Bizda hozircha menimcha naqd 3 ta televizor bor. Vaqt 2 minut. Buni ochib qo'yamiz. Har ehtimolga qarshi. Ochib qoldik. Yana o'g'irlikka olg'a. oshxonani o'marib ko'ramiz. Bu yerda $3000 shkaf bor ekan.
Xo'sh, albatta bu shkafni ham nima bo'lamiz. Bu shkaf ham bizning xaltamizga sig'di va gaz plitalar. Yo-mayo, barchasi sig'di. Bizning personaj ancha charchab qolishi uchun hozir buni olib ochishimiz kerak. Agar uyga gaz chiqib olsa, bizning narsalarimiz shunchaki joyda qoladi, bizni politsiya olib ketadi. O'yinning bitta minus tarafi bu. Buy this item now. Önce bu bizim canımız bulsa gerek. Yani bunu şart yemez mi? Olmuş. Albatta sayfa patlıcan bozmayın. Ben de bize Xo'sh, endi biroz kutishimiz kerak. Vaqtimiz hali bir